odamlarning gaplari esimga tushib ketdi. Duolarda haybatli, mahobatli qilsin deb duo qiladilar-da. Ustoz aytib qoldilar. Odamlar mana shunaqa duo qiladilar desam, bilasanmi nimaga dedilar? Nimaga dedim. Chunki seni qo'rqib katta qilmagan ekanlar dedilar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yo buni yana agar farzandingizni haybatli, mahobatlimi? Siz farzandlaringizni qo'rqoq bo'lmasligini xohlasangiz, uni haybatli, mahobatli bo'lishini xohlasangiz, urib katta qilmang. Haybatli, mahobatlini yana bitta otangiz o'tib ketganlar-a? Hayot har kuni ertalab duolarida shuni aytadi. Salomimni yetkazing. Men hozir otangiz olim odam ekanlar. Qarang. Haybatli, mahobatli qilsin degani bu payg'ambarlarning otalari farzandlariga qilgan duo. Haybatli, mahobatli yoki sarkardalarni otalari farzandlariga qilgan duo. Salohiddin Ayyubiyning otasi Ayyub o'g'liga shunday duo qilgan. Sohibqironning otalari qilgan duo bu. Keladi-da kitoblarda, rivoyatlarda. Siz bir o'zingiz bo'lasiz-u, ammo minglagancha insonlardan ko'ra sizni afzal qilib qo'yadi. Ana shularga yetakchi qilib qo'yadi. Ana shular kerak bo'lsa sizga itoatkor bo'lib qoladi. Nimadan? Haybatingizdan va mahobatingizdan. Bu juda go'zal duo. Va buning uchun nima qilish kerak desa, boya aytib o'tgan gapingiz. Bolani urib, qo'rqoq qilib, majburlab o'rgatish kerak emas. Muhabbat qo'ydirib, sabablarni qilasiz. Ba'zi joylarda birozgina qattiqqo'llik qilish kerakdir. Lekin u ham eng oxirgi chora. Lekin ungacha bo'lgan joyi bor. Ungacha bo'lgan joylarini qilasiz, sabablarni. O'zingiz kitob o'qiysiz, ilm o'qiysiz, kasbingizga oid bo'lsa ham uyga kelganingizda boshqa kitob, mana bunaqa masalan kitoblardan o'qiysizda, farzandingiz sizni kitob o'qiganingizni ko'rsin. Ana shunda u ham, mana u yaxshi narsa ekan deb kitobni qo'liga oladi. Mana undan bosh ko'tarmasangiz, farzandingiz ham mana shu zo'r narsa ekanda deydi. O'zi so'kong'ich bo'lgan odamni bolasi katta ehtimol bilan so'kong'ich bo'ladi. Juda katta ehtimol bilan. O'zi diyonatdan uzoqda bo'lgan ota-onaning farzandi ham aksariyat holatlarda shunaqa bo'ladi. Chunki kitoblarda keladi, har bir farzand fitratda dunyoga keladi. Ota-onasi uni yo yaxshi qiladi, yo yomon qiladi, yo unday qiladi, yo bunday qiladi. Bu ota-onaga bog'liq bu narsa. Xulosa, demak, boyagi faqatgina duoga bog'lanib qoladiganlar uchun yoki faqatgina omadni o'ziga suyanadiganlar uchun yoki faqatgina sababni o'ziga suyanib qoladiganlar uchun ham aytamizki, bular zanjir. Zanjirni bittasi uzilsa, qolgani ham uzilib ketadi. Ketma-ketlikda qilish kerak. Ketma-ketlikda qilasiz va qilganingizda eng avvalidagi niyatingiz go'zal bo'lsin, insonlarga manfaat keltirish niyatida bo'ling. Sizlarni eng afzallaringiz insonlarga ko'proq manfaat keltiradiganlaringizdir deganlar. Olimlaringiz, boylaringiz, hojilaringiz demagan. Sizlarni eng afzallaring, buni yaratuvchi aytayapti. Sizlarni eng afzallaring insonlarga ko'proq manfaat keltiradiganlaring degan. Manfaat keltirish uchun siz o'zingizdagi ba'zi narsalardan voz kechib manfaat keltirasiz. Masalan, mana ihson qilmoqchisiz, kattaroq ihson qilmoqchisiz. Olaylik, kimgadir bir 10 million, 20 million bermoqchisiz. O'zingizga ham kerak-ku narsa. Yo'q, siz undan voz kechib ihson qilasiz. Ana shundagina haligi insonlarga manfaati yetadigan eng yaxshilarning safida turasiz. O'zingiznikidan voz kechganingizda.